Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzamisizlar, negrlar, qalaysizlar? Bugun biz yana uzoq vaqt bir oydan keyin Minecraftga qaytdik o'rtoqlar. Va xullas shunaqa do'stlar. Like bosib kanalga obuna bo'ling. Qani biz ketdik. Bugun birinchi kun sal qotyapti telefon, uning uchun uzr do'stlar. Menda nimaga ovozim bunaqa ovozim sabab tomog'im og'riyapti. Sanga baqaka it baqaka o'l yo'q tirik qoldim o'rtoqlar. Bir o'rtoqlar bu narsa qotib qoldi. Nima turgan joyimda zombi o'ldirib ketdi. O'rtoqlar tinchaman deb inventorga qo'shganman. Nimaga narsalar ketmadi deb o'ylabman. Wall Fermin Lopez. Wall Fermin Lopez. Do'stlar, montajni sifatli qilib ko'tarishga harakat. Yo'q. Do'stlar like-ni bosinglar endi nega bo'lmasa. Men ularni urishim ketaman men. Ay, jonim ketib qoldi. O'l birodar, o'ling. What the creeper. Voy. Yana ikkinchi marta o'ldim. Endi menga tegmasligi mumkin. Hozir biz ko'chada yuribmasak, chetni qo'sha olmaymanmi? Bilmayman o'rtoqlar. Bizda chat, chet qo'sha olaman. Hozir biz internet yozamiz. Give biz kunni tun qila olamiz. Voy. Mayli. Give bo'ldi. Give for us bet. Hoppa, berildi. Bitta kravat uxlashga berildi. O'rtoqlar, biz hozir uxlaymiz. Birinchi kun shu bilan tugadi. Ikkinchi kunga qarab olg'a do'stlar. Biz hozirda bu creeper o'ldirishni onang ana yonimga ketdi o'rtoqlar. Blue boy blok qo'yish. Sizlarga life hack. Creeper kelsa oldingizga shu creeper kelsa oldingizga bitta qo'yib olingizlar. Shunda yarimta joninglar mana ketadi. Siz hozir ovqatmomi? Regeneratsiya bor ekan o'rtoqlar. Nima bu ichib ko'raylikchi? Nimadir. Regeneratsiya jonim to'ldi. Nimaga jonim to'ldi demangda. Regeneratsiya jonim. Do'stlar, mollarning ovozi o'zgaribdi. Men shunchayam Minecraftga ketgan bo'lsam 2 yilmi, 3 yilmi shunaqa. Do'stlar, eski xotiralarni eslay olmayman, sababi mening kanalim yo'q. Molda yangi ovoz chiqqanmish. Akam Murod, bobom Murod. Yana boshqa Murodlarim bor. O'rtoqlar, o'ziga yana bitta mol. Hop. Bu boshqasi o'rtoqlar. Yangi molni ovoz chiqqan, eskisi ham chiqqan o'rtoqlar. Endi nima qilamiz? Telefonga yana qotyapti odamlar. Shaxta. Ko'mir. Narsalarni pishirib olishim mumkin o'rtoqlar. Tiksiz ko'mir bo'lsa. Barcha davom etamiz. Buni montaj qilgancha necha soatim ketadi, umrim ketadi bilmayman. Shuncha vaqtim ketadigandir. Do'stlar, mis topdim. Do'stlar, mana buni qarang, juda ko'p. Ba'zi ko'mirchi kirib ketdim o'rtoqlar. Nechta ko'mir bor mana bu yerda. Telefon yana qotdi o'rtoqlar. Ozgina qotdi. Ertaga bo'lsa stream qilamiz.
Chatni o'qiy olaman bemalol 50 tada kim. Bu telefonda o'qish problem emas. Toshlarni ancha kovlab olamiz. Anchagina ko'mir chiqdi. Bir sakta olib ketadimi deb o'ylayapman. Yana bor. Qancha bor bu yerda ko'mir? Bля, do'stlar, bля. Pis so'kindim, to'sa kechiringlar. Blin, bitta ko'mirlar bor edi. Blin, yana bitta mis bor. Mis debman, mis degan, mis desam kechirasiz. Do'stlar, nega video chiqmadi sababini aytgim kelmayapti. Sababini bitta video qilib aytaman. Bo'lsa, nega video chiqmadi? Nega bu kanal bloklandi? Bu kanalim ham bor, o'rtoqlar, ikkinchi kanal, hozir uni ulamay qo'yibman sababi. iPhone degan balarda video tushirib bo'lmaydi. Shunaqa. Ikkinchi qism edi, o'rtoqlar. 15 minutdan keyin video qo'yib bo'lmaydi. Shuning biz xayrlashamiz. Ovqat yeb olsam, mashi tutganlar. Короче, o'rtoqlar. Barchaga xayr, sizlar bilan Furjon. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Lekinlar, sog' bo'linglar. Yana bitta sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Davay, Furz oilasi biz bilan birga bo'ling. Xayr. Короче, xayr. 6 minutlik bo'libdi videomiz.